Assalomu alaykum hammaga. Biz avvalgi videolarimizda Yuksalish maktabining hamkor universitetlari Dejin universiteti, Ko'nguk universiteti, Semyun universiteti haqida batafsil ma'lumotlarni berib bordik. Bemalol ko'rmaganlar bo'lsa o'sha videolarga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu videomizda esa qolgan ikkita hamkor, ya'ni Hosan universiteti va Korea Lift College haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Hosan universiteti Janubiy Koreyaning Kyongsan shahrida joylashgan bo'lib, bu xususiy universitet hisoblanadi. 1991-yilda tashkil etilgan va u o'zining amaliy bilimga bo'lgan e'tibori va innovatsion loyihalarda faol ishtiroki bilan juda ham mashhur hisoblanadi. Hosan universiteti bakalavr va magistratura dasturini taklif qiladi va asosiy yo'nalishlari quyidagi 4 ta. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy farovonlik, muhandislik va yuqori texnologiyalar, madaniyat va san'at, biznes va boshqaruvi hisoblanadi. Shaxsan o'zim Muhammad Ali ustoz bilan Hosan universitetiga tashrif buyurganmiz va u universitet tibbiyot va sog'liq yo'nalishi bo'yicha ham kadrlar yetishtirishda yuqori o'rinda turishiga guvoh bo'lganmiz. Hozirda Hosan universitetida turli xil davlatlardan kelgan talabalar ta'lim olib kelmoqdalar. Biz guvoh bo'lganlarimiz ular turli xil klublarga, laboratoriyalarga, kutubxonalarga borib dars qilishlarini ko'rganmiz, u yerdagi sharoitlarini ko'rganmiz va bundan juda ham mamnun bo'lganmiz. Xalqaro talabalar Hosan universitetiga topshirishi uchun topik 3 darajaga ega bo'lishlari kerak. Tibbiyot sohasida odatda chet elliklarni qabul qilinmaydi, sababi tibbiyot sohasida terminlar juda ham kuchli va o'qitishda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin deyilgan va biz Yuksalish maktabimizda o'quvchilar yoshligidan koreys tilini o'rganadi va bitirgunicha bemalol koreys tilida gaplasha oladi deb ularga taklif bildirdikki, bizni o'quvchilarimiz aynan shu tibbiyot sohaga olishlarini, ular bu narsani ko'rib chiqishiga va kelajakda o'quvchilarimizni shu sohada o'qitishga va'da berganlar. Hosan universiteti Koreyada umr bo'yi kasbiy ta'lim beruvchi global universitet nomi bilan juda ham mashhur. Darslar asosan koreys tilida bo'lib o'tadi. Shuning uchun u yerga o'qishga topshiruvchilardan topik 3 daraja talab qilinadi. Kontraktlarga keladigan bo'lsak, uncha qimmat emas, $2000 dan $5500 atrofida bo'ladi. Bu ham universitetdagi yo'nalishlarga qarab farq qilinadi. Xususan, Yuksalish universitetidan boradigan talabalar uchun 30% dan 100% gacha grant berilishi aytib o'tilgan. Yuksalish maktabining keyingi hamkorlaridan biri bu Korea Lift College hisoblanadi. Bu kollej 2009-yilda tashkil qilingan bo'lib, Janubiy Koreyada lift va eskalator texnologiyalariga ixtisoslashgan birinchi maktablardan biri hisoblanadi va quyidagi 6 ta yo'nalish bo'yicha talabalarga dars berib keladi. Birinchi yo'nalishimiz oddiy liftni o'rnatish, ikkinchisi maxsus liftlar boshqaruvi, uchinchisi aqlli lift tizimlari, to'rtinchisi liftlarni parkovka bilan bog'liq qo'llanilishi, oxirgi yo'nalishimiz ThyssenKrupp, Mitsubishi, Schindler kabi liftlarni modullari bilan shug'ullanish hisoblanadi. Bu yo'nalish orqali talabalar lift dizayni, liftni o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik bo'yicha chuqur bilim oladilar. Korea Lift College Gochong shahrida joylashgan bo'lib, bu yerda talabalarning bilim olishi uchun barcha so'nggi texnologiya va jihozlar bilan ta'minlangan va xorijiy talabalarni yotoqxona bilan ham ta'minlaydi. Shaxsan o'zimiz ustozlar bilan borganimizda u yerdagi sharoitlarga guvoh bo'lganmiz. Darslar asosan koreys tilida bo'lib o'tadi va u yerga topshirish uchun topik 3 daraja bo'lishi kerak. Agar topiksiz bormoqchi bo'lsa, podkursga boriladi va u yerda o'qish davomida til sertifikati olib, keyin bakalavr bosqichiga o'tiladi. Kontraktlar $2500 atrofida bo'ladi, lekin Yuksalish maktabidan boradigan talabalar, ya'ni o'quvchilarimiz 30% dan 100% gacha chegirmalar olish imkoniyatiga ega. Hozirgacha Yuksalish maktabining Koreyadagi 5 ta hamkorlari haqida so'z olib bordik, lekin Yuksalish maktabi bu bilan chegaralanib qolmagan. Biz maktabda o'quvchilarimizni Yevropa va boshqa Osiyo davlatlariga ham o'qishga tayyorlaymiz. Xususan, bizning maktabimizda ingliz tili, matematika, SAT, koreys tili yo'nalishlari chuqur o'rgatib boriladi va o'quvchilarimiz bu borada yaxshigina natijalarni zabt etib kelmoqda.
Xususan yaqinda bir o'quvchimiz SATdan 1440 darajani olib, bizni juda ham xursand qildi. Bundan tashqari maktabimizda 7,8 gacha bo'lgan darajalarda olgan o'quvchilarimiz bor. Biz o'quvchilarimizga ishonamiz, kelajakda zo'r universitetlar, dunyoning top reytingda turadigan universitetlariga bemalol o'qishga kira oladilar. Agar sizning ham farzandingiz sifatli ta'lim olishini va kelajakda dunyoning top universitetlarida o'qishini istasangiz, bizning yuksalish maktablarimizga borib, ya'ni yuksalish maktabimiz O'zbekistonning barcha hududlarida bor. O'zingizga eng yaqin hududdagi maktabga borib, sharoitlarini ko'rib, farzandingizni ishonib topshirsangiz bo'ladi.